umaklar. Salam umaklar. Salam umaklar. Salam umaklar. Salam umaklar. Vay salam umaklar. Ket başka. Ha qo'zchoq, yana nim bo'ldi sana? Unutib qolmagansiz? Nemini? Biz har cuma kuni Xushbo'yli dars salonining salam umaklar programmasiga hikoya anglaydiku. Ha, rost. Esim qursin. Bugun mana baray unda qilsa. Bo'ldi ket başka. Mana bormi? Ürleydi samağa, yıldızlar çaknaydı asmanda. Ormanım ürleydi samağa. Nesirdim bova? Xo'sh, qizim. Bugun men qaysi chechakni yetib bersiz? Bugun sizga Uyg'ur xalq cho'chaklaridan yig'lab turib qirchab, o'ynab kulib suv degan cho'chakni yetib bersam qandoq? Bugün Uyg'ur xalq cho'chagi anglandi. Ha, qizim, xushal bo'ldingizmi? Tezroq bo'ling bova. Burunning burunusida bir buvay o'tgan ekan. Kunlarning birida buvay o'g'illarini agashtirib, etiz beshiga beribdi. Va ularni kuzgi bug'doy etizining qirini etishga buyuribdi. O'zi bo'lsa, ularning amgikini kuzitib, etiz yoqsidagi so'gat soyisida aram ilib o'ltiribdi. Balalar qizg'in ishga tushibdi. Biroq ancha uzoq o'tmayla ishdan zerikibdi-da, qirining ustiga to'pini o'g'it chachqandek chechib, etizlarni liqmi-liq suv ichib, o'zi qildiganligini asdan chiqarib qo'yibdi. Ular birdamdila ishni tugutib, etizga suv boshlash navbati kelguncha bir-biri bilan chelishib o'ynabdi, paranglashib, rasa qaqaqlashib kulishibdi. Buvay ballarning harakatiga qarab, bir turib, ularni inoq o'ynab kulganligidan rozi bo'lsa, bir turib, qo'l uchida ish qilganligidan intayin beoram bo'libdi. Buvay o'g'illariga tanbih berib, qirini egizarak choptirmoqchi bo'libdi-yu, lekin mening deganimdan ularning o'zlarining savoq olg'ini tuzuk. Nimala bo'lsa-bo'lsin, ular o'zlari ishining ipini topsin degandek o'yga kelibdi-da, xotirjam holda uyga qaytibdi. Etizga suv ichish navbati qir otlab buvayning o'g'illariga kelib qopti. Balalar etizga suv ichibdi. Ammo suv birdamdila etizga liq to'lib, udul kelgan yerdan qir buzib, guldirlab toshqala turibdi. Balalar yor ilib ketgan qirning yeli u yerni atsa, yeli bu yerni etibdi. Birdam u yoqqa yugursa, birdam bu yoqqa yuguribdi. Oxiri hech qanday amal qilolmay, suvni eqishiga qo'yib beribdi. Ular suvning qimmatli ekanligini o'ylab yetganda yig'labdi, qaqshapti. Ammo bo'lg'uluq bo'pti. Kashqurunligi balalar boshlarini sangiltib, ko'z yoshlarini eqitib, uyga qaytibdi. Ularning aptini ko'rgan buvay: "Balalarim, sizlarning nima ishlarni qilib, qanchalik azoblanib, qanchalik qiynalganliklarini bilib turdim. Bo'ldi, yig'ilmanglar. Savoq degan shundoq bo'ladi" debdi. O'g'illar dadisining gapini anglagandan keyin o'zlarining haqiqatan yaxshi qilmaganligidan texmo afsuslanibdi. O'g'illarining ko'ngli texmo buzilayotganligini bilgan buvay: "O'g'illarim, yig'lab turib qir'at kulib, o'ynab kulib suv ochqiloq" debdi. Buvay va uning o'g'illarining bu ishi el ichiga
hikoyat bo'lib tarilibdi. Qizim, aytishlari qaraganda yig'lab turib qir'och, o'ynab kulib suosh degan maqol oshi kechmishdan qolgan ekan qizim. Bilib oldin buva. Yana bir neydi bilsingizchi? Qizim, bugun mushunchalik onang ha? Boldir uxlan qizim. Bo'ladi buva, sizni yaxshi tushkurim. Omaklar, yuqorida nasrda davom etgan chechakni yoqtirdinglarmi? Yoqtirgan bo'lsanglar, programmamizning oxiri quloq solinglar. Omaklar, sizlarning bizning programmamizga qatnashganlar bormi? Undaqda ekran ostiga o'rnashtirilgan ikkili kodni skanerlash orqali unidarimizni qo'shib olib, o'zinglar o'qigan cho'chakni unidarimizga avatish orqali programmamizga qatnasha olasizlar. Programmamizga qatnashgan kichik do'stlarimizga ayni bilet tashlash orqali eng yuqori bilet soniga erishgan kichik do'stimizga sarxil mukofotlarni sovg'a qilamiz. Fursatni chiqishinglar, umoqlar. Umoqlar, mayli oilada yoki maktabda bo'lsin, cho'qim sizlarning beshinglar og'rib baqqan hamda "Nimishqa mening beshim og'riydigandi?" deb ham andish qilayotgan bo'lishinglar mumkin. Bolalardagi bosh og'riqi doim qisqa muddatli bo'lib, sabablari intayin ko'p. Uyqu oz bo'lish, ko'z charchash, badan charchash, burun kovaklari yallig'lanish va bosh saqmilnish qatorliq sabablarning hammasi bosh og'riqini keltirib chiqardi. Ba'zi bolalardagi bosh og'riqi uzunroq davomlashadigan bo'lib, oz bir qism bolalardagi bosh og'riqi og'ir kasallikning alomati bo'lishi mumkin. Bosh og'rishning alomatlari va badan belgilari tuvandikicha. Bolalardagi bosh og'riqining ikki xil turi bor bo'lib, birisi jiddiyliksiz xarakterlik bosh og'riqi, yana birisi boshning yarim og'rish xarakterlik bosh og'riqi. Jiddiyliksiz xarakterlik bosh og'riqi bo'lganda boshning old tarafi, yon taraf va orqa tarafi bo'sh va to'xtamay og'riydi. Harakat qilganda boshning og'rishi og'irlashadi, lekin ko'ngil elishish yoki qusish bo'lmaydi. Bosh, yuz qism yoki mo'rdagi muskullarni tutganda muskullar og'rishi mumkin. Yerim bosh og'rish bo'lganda boshning yana bir tarafi yoki ikkala tarafi lo'qildab og'riydi. Tez harakat qilganda bosh og'riqi og'irlaydi. Bosh og'rishdan sirt yana mag'dursizlanish, mugdash, ko'ngil elishish, qusish, qo'rsoq og'rish qatorliq alomatlar bo'ladi. Ba'zida ko'ziga oq chekitlar ko'rinish, hatto soxta sezimli narsalar ko'rinish qatorliq ahvollar ko'riladi. Bundaq bolalarda kuchlik nurga, shovqin suranga va ba'zi puroqlarga noyt sezgur keladi. Bolalarda bosh og'riganda qanday qilish kerak? Bu vaqtda balkim ota-onalar va o'zinglar ham andish qilayotgan bo'lishinglar mumkin. Tuvanda men sizlarga eng oddiy usullarni o'rgatib qo'yay. Ko'pincha bolalardagi bosh og'riqi doktorga ko'rinmayla saqlayib ketish mumkin. Bolalardagi bosh og'riqini pasaytish uchun bolangizning jimjit va qorong'u uyiga akirib yotqizib qo'ying. Lungini sovuq suvda namdab, bolaning peshonasini yoki ko'ziga qo'yib qo'ysangiz, bolalardagi bosh og'riqni tezda saqaytqili bo'ladi. Umoqlar, beshinglar og'rig'anni qanday qilishni bilib oldinglarmi? Menimcha programmamizni anglayotgan ota-onalarmi bolalarning beshi og'rib qolganda qanday qilishni bilib oldi deyman. Programmamizni davomli anglasanglar, shunga o'xshash yaxshi mazmunlarni sizlar uchun davomli sunamiz. Umoqlar, programmamizning oxirida men Uyg'urning o'g'liman nomli naqshni birlikda anglayli bo'lamdi. Men onamning o'g'liman, men dadamning o'g'liman. Men onamning o'g'liman, men dadamning o'g'liman. Aqli Uyg'ur qani, men Uyg'urning o'g'liman. Aqli Uyg'ur qani, men Uyg'urning o'g'liman. Etiklim tut,
Tayyorlanğıcı Mahinur Turğun, Körüştürgücü İlham Turğancan. Umaklar programımızı anlaşıp unutup kalmanglar. Keler son programımız görüşkice aman bolunglar, salamet bolunglar, hayır hoş.